Hozir men sizga NAT+ni tekin variantini o'rgataman. NAT+ni tekin varianti bu autofagiya hisoblanadi. Autofagiya hujayra o'zini o'zi tozalash jarayoni. Aynan bu jarayonda hujayralar yangilanadi, hattoki rak hujayralari ham parchalanadi. Natijada inson tanasida qarish jarayoni ancha sekinlashadi. Autofagiya jarayoni hattoki miya hujayralarini chiqindilardan tozalashda yordam beradi. Natijada bizda xotira, diqqat, kayfiyat yaxshilanishni boshlaydi va hattoki autofagiya zararlangan hujayralarni, viruslarni, bakteriyalarni chiqarib tashlab, immunitetni oshirishda ham yordam beradi. Autofagiyaning eng mashhurlari 24 soatligi, 48 soatligi, 72 soatligi. Men asosan 24 soatligidan muntazam foydalanib turaman. Autofagiya nima, uni qanaqa qiladi, uni yana qanaqa foydalari bor? Bu haqida to'liq batafsil audio darslik tayyorlab qo'yganman. Kommentariyada kanal so'zini yozib qoldiring. Bu darslikni sizga yuboraman.